Oila jamiyatning asosiy tayanchi hisoblanadi. Agar unda mehr-oqibat, ahillilik va oliyjanoblik ustuvor bo'lsa, bu nafaqat oila a'zolariga, balki butun mahalla va jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Izboskan tumani Gurkirov qishlog'ida istiqomat qiluvchi Abduvahhab aka hamda Ozoda opalar ana shunday ibratli oila boshlari hisoblanadi. Ularning insoniylik va mehnatkashlikka moyil fazilatlari ham qishloqlari tomonidan ham yuqori baholangan. Ularni barcha mehrli insonlar va ahil oila deb ta'riflaydi. Bu oilada mehnat va halollik nafaqat qimmatli qadriyat, balki kundalik hayot shioriga aylangan. Ularning hayotiy faoliyati va insoniylik fazilatlari atrofdagilarga ham namuna bo'lib xizmat qilmoqda. Ozoda opa bundan 25 yil muqaddam uy sharoitida non tayyorlashni boshlagan. Abduvahhab aka esa mahsulotlarni yetkazib bergan. Tong saharda xamir qorish, tayyor nonlarni savdo rastalariga yetkazib